Sotib olganimdan keyin bir hafta 10 kunda qaytib sotsam, o'zini pulidan ham qimmatga sotishim mumkin bo'lgan 5 ta mashinani sanab bering. Agar yangi mashinani haqida aytayotgan bo'lsangiz, iloji yo'q. Faqat massa Cobalt salondan olib chiqadigan bo'lsangiz, o'shanda foyda qila olasiz. Agar budan aytayotgan bo'lsangiz, 5 tasini sanab beraman. Birinchisi, BYD Song Plus Champion. Agar yaxshi narxga olib qolsangiz, bir oy ichida ham o'zi narxini tashlamaydi. Kerak bo'lsa, 100-200 ga ham qimmatroq sota olasiz. Ikkinchisi Malibu Premier. Buni lyubitellari juda ham ko'p. Yaxshilab himchistiya qilib, polirovka qilib, ustiga 100-200 qo'yadigan bo'lsangiz, 10 kunning ichida bemalol qimmatroq sota olasiz. Uchinchisi BYD Chazor va Yuanap modellar. Buni ham xuddi shunaqa ozgina uhud qilishingiz kerak. Faqat iloji bo'lsa 50 mingdan kamroq probegini olish kerak. O'shanda o'zingiz xohlagandek kamida o'zi narxiga sota olasiz. To'rtinchisi boya yangi Cobalt aytdimmi? Hozirgi bu modellar. Kerak bo'lsa 2000-5000 kilometr yuring, narxi o'zgarmaydi, uncha tushmaydi.